Biz bu saatlik dersden paylanıp Adobe Photoshop yumuşak detal bilan dastlab qadam tanishib chiqaylik. Yine az ustal yüzde bu Photoshop'niki tez ijro qilish belgisi turibdi. Men buning mouse'ni sol tarafini qo'l chekish orqali buni ocha olaman yoki men buni o'ngni chekib turib mouse'ning ichish degan knopkasini besish orqali buni qo'zg'ata olaman. Agar sizning kompyuteringiz ustal yüzde buni tez ijro qilish belgisi bo'lmagan bo'lsa, siz mana shu Photoshop qochilgan hujjat va o'rnini chekib turib, biz xohlagan qaysi diskga qochilgan bo'lsangiz shu o'rnini tepib turib, buning o'ng tarafini chekish va shundaqla ustal yuziga tez ijro qilish belgisini yo'llayman deyish orqali ustal yuziga tez ijro qilish belgisini qila olasiz. Agar sizning kompyuteringiz Windows 8 bo'lgan bo'lsa, boshlash knopkasini bosish orqali boshlashdan buning siz qochilgan ba'zi hujjatlarni chekish orqali bevosita qo'zg'ata olasiz. Ben buni hozir mouse'ning sol tarafini qo'l chekish orqali ochay. Ochgandan keyin bir xil ko'znak paydo bo'ldi. Ham buning bilan dastlab qadam tunishib chiqaylik. Eng ustidagi bu bir qur. Ya'ni buningda masalan hujjat, lekin tahrirlash, rasm qavati degandek bir muncha narsalar turadi. Biz bu qurni odatda tizimlik stoni deymiz. Har bir tizimlik stoni ichidagi hujjatlarni chekkan chog'da uning ostida bola hujjatlar bo'ladi va buni chekish orqali qo'zg'ata olamiz yoki foydalana olamiz. Bu tizimlik stolining ostida yana bir qor hujjatlar bo'lib, bu odatda xoslik va tanlash stoli deb ataladi. Bu muqim bo'lmaydi. Biz buni sol tarafdagi qurol sandig'ining ichidagi qurollarni o'zgartirish orqali o'zgartgan chog'da buni ustida ko'ringan parametrlar o'xshash bo'lmaydi. Har birisining o'zgarishli parametrlari bo'ladi. Hem bu kural sandıkları bilen biz keyingi derslerini tafsili tushuntirib o'tamiz. Ondan boshqa bu ko'zakninki sol taraf, o'ng tarafida hozir ko'rinayotgani kontrol taxtasi. Bu kontrol taxtasining sizda nurg'un narsalar turibdi. Masalan, ba'zi birinchisi rang, ikkinchisi boshqa rang qaratlari degandek biz bularni chekish orqali erisha olamiz. Masalan, tanlash, antikin uslub deganlari. Bundan boshqa bu yerda biz qo'llanishchan bo'lib, biz buni xohlagancha o'ng so'lga so'zish orqali yoki mandirish orqali bularni aslini o'zgartira olamiz. Agar biz bu yerga yana qo'shmoqchi bo'lsangiz, tizimlik stolidagi ko'znakni chekib, uni o'zingiz xos bo'lgan narsalarni qilsangiz bo'ladi. Masalan, men bu yerda menga kerakli bo'lgan masalan so'zlik tanlagan chog'da bu yerga hozir biz so'zlik ombiri qurildi degan gap. Ben bularni xohlagan chekish orqali bu yerni naq maydonda qo'llansam bo'ladi, nihoyat qulaylik bo'ladi. Agar men bularni ortiqcha deb qolgan bo'lsam, bu yerda o'chirib olsam bo'ladi. Yoki o'shani chekish orqali ularni o'chirish, yana o'chirib olsam bo'laveradi. Andaki bularning internet qo'llanishchan, harakatchan bo'lib, men bularni xohlagancha yo'tkab ishlatsam bo'laveradi. Yetkash orqali men bularningki har qaysininki alayliklarni xohlagancha o'zim xohlagan yerga qo'ysammi yoki shu yerga chizib qo'ysammi bo'laveradi. Odatda masalan o'tgan chog'da men bu hozirgi tarix xotirasi deganni men bu yerga qo'shmoqchi bo'lgan bo'lsam, hozir ko'k rangli ram ko'rgandan keyin ostida qo'yib olsam, bu uchisi hozir kirishgan holatda ko'rinadi. Men buni yana bular qo'shib qo'ydim. Undan boshqa men buni o'ng tarafda muqim holatda tursin demoqchi bo'lsam, o'ng tarafda toki ko'rinigicha ko'k rangli chiziq ko'ringanicha harakatlantirsam, bular o'ng tarafga hozir muqim bo'ldi. Men buni ekranni kishlatish orqali yoki yo'g'ontish orqali va bularni har vaqt farqlantira olaman. Bundan boshqa bu qurol stolini, qurol tizimligini sandig'ini xohlagancha o'tkalayman. Men buni o'ng tarafga kirishtirib qo'ysam bo'laveradi. Xohlagan holda qilamiz. O'ttirda cho'ng turgan bu rayonni odatda biz xizmat rayoni deymiz. Buningda rasmlarni bartaraf qilish mashg'uloti ilib berildi. Agar siz diqqat qilgan bo'lsangiz, hozir shu xoslik va tizimlik stolini ulash turgan holatda o'ng chetda yana bir tizimlik turibdi. Bu masalan birinchisi asosiy funksiya, uchti, harakatchan degandek. Men bularni chekish orqali nima o'zgarish bo'lganligini ko'rib baqsam, bu hozir ekranda o'zgarish paydo bo'ldi. Bu nima degan chog'da nihoyat qo'llanishchan bir tizimlik bo'lib, siz xohlagan vaqtingizda asli holatga kelolasiz yoki yo'tkab ishlataolasiz. Masalan, men rasm chizishni ko'p qo'llangan bo'lsam, hozir rasm
tizimligini çeksem, bu resim sizish kerakli bo'lgan har qaysi hujjatlar yoki ko'znaklar naq maydon ichilib berdi. Agar men buni yana boshqa masalan resim fotograflar lozim bo'lgan holat olmasam, qolgan cheksam bo'ladi. Agar men buni haqiqiy asli holda kelmoqchi bo'lgan bo'lsa, men bu yerda asli keltirishni chekayotgandan keyin bu hozirgi rasm tortish va rasmchilar fotograflar ko'p ishlatiladigan qurollar hammasi ko'rilgan bir holat shakllandi. Men buni asliga olib etkazsam bo'ldi yoki men buni o'zgartirish orqali men masalanga bu holat men bu yoqtirmagan bo'lsam, masalanga bu o'zing butunlay o'zingizning xohishiga bog'liq ishlar. Agar men mushu holatni haqiqatan yaxshi ko'rib qoldim, men qo'llanishchankan, mushu holatni qo'llanib foydali ekan deb olgan bo'lsangiz, bu ko'zdan chekib ostidan yangidan rayon qurish deganni cheksangiz, ism qo'yish ramkasi paydo bo'ldi. Siz buningga o'zingiz yaxshi ko'rgan ismdan birini qo'yish orqali buni saqlab olsangiz bo'ldi. Bu nima uchun biz saqlaymiz degan chog'da, masalan, men hozir boshqa bir holat kelib qoldim. Lekin men aslidagi o'zim loyilagan shu holatni, shu shaklni yaxshi ko'rmayman degan chog'imda, shu men qo'ygan ismni chekish orqali men boya takrorlab qo'ygan holatga kira olaman. Bu intayin qulaylik. Agar men bu bo'lmabdi, men buni o'chirib desam, bu nihoyat yaxshi. Men aslidagi o'chirishni besish orqali men qaysidan o'chamoqchi? Hozir holatni o'chamoqchi, aslan shu yangi degan o'chamoqchi, unda bo'lsa men boshdan tanlab qo'yib turib, men o'chirib o'tmoqchi bo'lgan xizmat rayonini tanlasam bo'ldi. Men hozir shu yangi degan bu xizmat rayonini o'chirib o'tmoqchi, shunday bo'lgancha o'chirib o'tdim. O'chirib o'tamiz deydi, bo'ladi degandan keyin bu o'chib ketdi. Shuning bilan kelib bu hozirgi bayman qo'ygan ism yo'qolib ketdi degan gap. Yana bir diqqat qilganingiz ham ko'p uchraydigan xatolik nima degan chog'da, agar siz bu holatlardan qolgan birini, masalan, bu hozirgi eng asosiy sukutga olt emas. Buni sukutga ekilish uchun men mush asosiy funksiyani biz bo'lgandan keyin men haqiqiy aslot ekilish uchun buni qaytlayman desak, bu sukutga olti keldi. Bundan boshqa diqqat qiladigan ish nima degan chog'da, masalan, men uqishmay, men shu asosiy funksiya 3 deganlardan qolgan birini o'chirib qoldim. O'chirib qilib, men 3 altini o'chirib o'tdim. Ben çekkendan keyin bu yerda qayta ko'rilmaydi. Masalan, men bu hozirgi holatni o'chirib buni uqishmaslikdan o'chirib qo'ygan bo'lsam, hozirgi asosiy funksiya 3 holatda ko'rilmadi. Buni qanday qilamiz degan chog'da, bu Photoshop hujjatini o'chirib o'tgandan keyin Photoshopning tez ijro qilish belgisi ko'rinibdi. Bu holatni chekishdan burun siz tez ijro qilish belgisi bo'lgan Ctrl Alt ondan keyin Shift 3 knopkani uzmay bosib turib, ondan keyin mousening o'ng tarafini chekish orqali ochaman deganni chekkan chog'da ekranda bu asli kelamdi kelishni xohlamsiz deydi. Shu orqali men buni qo'shilgandan keyin xato qolgan holat qaytadan asli holatiga keladi.